Ushbu loyiha Asakabank hamkorligida Farg'ona viloyati Toshloq tumani Xonariq MFY 39-40 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sabzi ekilgan. Maydon hajmi 11,4 gektar bo'lib, uzunligi 409 metr, eni 277 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yovvoyi o'tlardan tozalash holatida. Ekinlarni yetishtirish 95 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 64 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun 17,5 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor sifatida Xonariq tomorqa xizmati ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 17 tonna, 18 tonna ko'zlangan, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.